Assalomu alaykum hammaga. Kimga arzon sifatli eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Aja, nimani syomka qilyapsan? eshik romlarni. Klientlargami? Boshladik. Xonmanglar, akalar, ukalar. Musofirda yurgan aka-ukalarim. Shuncha pul topib, uy quraman deb harakat qilib, uylarni ko'tarib oldinglar, baraka topinglar. Sifatli romlar qidiryapsizlar. Mana bizda xohlagan razmer, 22 xil razmerda romlarimiz bor. Sifatligi, profillariga, hammasiga 100% garanti. Bozorga borasiz. Misol uchun, mana shu romni 700 mingga olasiz. Aka, bezovta qilmang bozorchilarni. Mana kelingda o'zimizdan 100% metali bilan oling. 100% metal bo'lmasa, pulingizni olgan nomard. Xolismi? Akfadan, oqlaridan. Xolasangiz boshqa profillardan. Mana ko'ring. Shkalat rangi 306 liklar bor. Hozirgi chiqqan modaliklar. Mana 100% metal. Ko'rib olib, sifatini ovuring. Bemalol. Rom topolmayman deb qiynalmaylar. Bizni yangi tadbirkorlarimiz. Puli boriga ham, puli yo'qga ham bir xil muomaladamiz. Kelinglar. 10 ta olgan birinchi odam kelib, 10 ta olgan odamga 3 ta setga mandan. Javob. Har bittasigami? Har bittasiga. 10 ta odamga har bittasiga 10 tadan ko'proq olganga 3 ta setga mandan padalka bo'ladi. Ana, boring. Dastavkasini ham tekin qilib beraman, onasini ham. Bo'lsa, haqim xursand bo'lsin.